Bu haqiqatni sizga hech kim aytmagan. Oddiy mavsumiy gripp homiladorlikning dastlabki 3 oyligida homila tug'ma nuqsonlarini ehtimolini 3 baravarga oshiradi. Virus faqatgina homila rivojlanishiga ta'sir qilmasdan, balki homiladorlikning sog'lom borishiga ham jiddiy xavf soladi. Virus bilan kasallangan homiladorlarimizda o'z-o'zidan homila tushishi, tug'ruq va neonatal asoratlar, erta tug'ruq, natijada chaqaloqning kam vaznli tug'ilishi, hattoki ba'zi og'ir holatlarda chaqaloqni o'lik tug'ilishi yoki tug'ilib vafot etish xavfi ham mavjud. Dastlabki 3 oylikda virus bilan kasallangan homiladorlarimizda yirik tug'ma nuqsonlar paydo bo'lishi, naycha tug'ma nuqsonlari, masalan, spina bifida, yurak tug'ma nuqsonlari, yorug' tanglay va yorug' lab xavflari juda baland bo'ladi. Shu kabi ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada reaksiya qoldiring.